bunaqa odamlar boshi tarbiyadan bo'ladi, krugozoriya qarada, atrof muhitda ota-onasining oldida o'zini yaxshi ko'rsatishi mumkin, boshqa qilishi mumkin-da. Kommentariyada behurmatlik, uzoqdan tutab har to'g'ri kelgan odamni so'kishi, negativ fikrlarni berishi, jahlini, g'azabini chiqarib olishi mumkin. Endi bu narsani to'g'ri ota-ona kontrol qila olmaydi, lekin agar tarbiya boshidan yaxshi bo'lgan bo'lsa, atrof muhit yaxshi bo'lgan bo'lsa, kattani hurmat qilishni biladi. O'sha gap elita bilan, botqoq bilan. Endi siz botqoqdagi odamlarni tarbiyalamoqchisiz, bu juda qiyin ish. Men bilmayman uni qanday qilsa bo'ladi. Bilganlar yozib qoldirsin yoki o'zingiz bilsangiz aytib. Yo'q, endi o'g'lim hozir ba'zi ularga botqoq deb indamay qo'ysak, mana bir yashik shaftolini qo'ysak, bugun bittasi po'panay bosgan bo'lsa, 20 kundan keyin hammasi po'panay. Chiroylari ham yomon bo'lib ketadi. Biz bugun indamay qo'yadigan bo'lsak, erta qo'shning bolasi sani farzandingga shunaqa ta'sirini ko'rsatadi. Bugun ayrim ota-onalar qachon telefonni olib o'g'lini yo qizini kommentariyasini tekshiradi. Sekin nima deydi, bu illat ichkaridan chirib keladi-da. O'shaning uchun aytyapman, bugun to'g'ri ularga tegmash kerak, e'tibor bermash kerak. Uni yechim sifatida o'ylaymanki, har bitta kommentarni ko'rgan odam bittasi hech bo'lmasa qanaqadir o'shanga bir fikr bildirsa, sekin shular baribir kamayadi. Masalan, o'sha jamiyatda saviyasizlari foizi bo'lishi mumkin, 90% yaxshi bo'lib, 10% yomon odam bo'ladigan bo'lsa, o'sha 10% ni qisqartirishga harakat qilishimiz kerak. Ikkalamizni qarashlarimiz ikki xil chiqyapti. Sizlar bugun kim bilan ko'ryapsizlar? Bugun bu narsa modni, e'tibor berma, o'zingga yuqori planka olgin deb. Endi sizlar ham o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Kim o'g'lim tomonda bo'ladi, ya'ni hozirgi yoshlar tomonda bo'ladi, kimdir meni fikrimga qo'shiladi. Balkim o'zlaringizning umuman neytral fikrlaringiz bordir. Salomat bo'ling.